Hammaga assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlar har safar kvartira va hovlarni remont qilardik. Bu safar o'zgacha bir restoran remont qildik. Videoni oxirigacha ko'ring. Manzur bo'lgan bo'lsa, bitta like, repost sizdan. Birma-bir qilib o'tirgan ishlarimizni tanishtirib o'taman. Kirish faqatni o'shiga shunaqangi chiroyli atmosfera qilib berganmiz. Lustralarga alohida baho berasiz. Bu yerda siyashchi zona, orqadagi fon lekin вообще boshqacha chiqqan. Bu yerda alohida 5 ta kabina qilib berganmiz. Kabinani hammasini bir xil emas, biroz o'zgacharoq qilgan. Kirishda orqa fonlari biroz bir-biriga nisbatan almashib turadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda g'isht effektini berganmiz. Nargisi bo'lsa agar, o'sha boshqacharoq. Bu yerda qop-qora tosh effekti, tog' effekti. Yon tarafdagi atmosferasi ham biroz farqladi. Bu ichkarisida podsvetkalar ham bor, ular ham alohida yonadi. Juda chiroyli chiqdi, o'zimga juda yoqdi. Bu restorandagi bu birinchi ishimiz bo'lyapti, lekin haqiqatan chiroyli chiqdi. Hozir podsvetkalar ham yondirdik. Ammo qarang, juda chiroyli chiqqan haqiqatan. Lustralari bilan отдельный kabina, reflonli oynalar va mana bular toza nerjavikadan ishlangan. Haqiqatan juda chiroyli chiqqan. Mana bu kabinamiz ham tosh bo'lgan holatda, qop-qora effekt. Biroz temniy seri qilganmiz. Bunisi bo'lsa agar biroz qora g'ishtlardan ishlatilganmiz. Tabiiy chiqqanmi, yo'qmi, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu yer zal qismi bo'lyapti. Mana bu effektga lekin nari tarafdan ko'rsataman. Haqiqatan o'zgacha chiqqan boru. Hamga o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Luna bu galaktika atmosferasini berayotgan qanaqadir noodatiy. Ham galaktika, ham pastlardan tog' effekti bo'lyapti bu yerda. Pastki qism bo'lsa agar artilish ko'p bo'lganini hisobiga mana bu yerda laminatdan ishlatganmiz. Shtobi masalan oyoq-poyoq tegib ketgan bo'lsa agar artish oson bo'lishi uchun. Yonboshlarni bo'lsa agar mana bu yerda ochiq zona 6 kishilik stol masalan qo'yib berilgan bu yoqqa mягкий. Orqa fonlari bo'lsa agar shunaqangi noodatiy dekorlarda va har bir stolning ustiga alohida bo'lgan lustralar qo'yib berilgan. Bu videomiz biroz qisqa bo'ladi, chunki o'zi bitta xona. O'rtadagi mana bu Onyx ga o'xshash oyna, Onyx effektini beradigan toshga alohida baho berasizlar. Buni har xil svetda yondirsam bo'ladi. Hozirga ham ikkalasi ikki xil svetda turibdi. E'tibor bergan bo'lsangiz agar, bir-biriga yaqinroq svet, lekin biroz boshqacharoq effekt beryapti. Shunaqangi gaplar, bizlar faqat remont, kvartira yoki hovlilar emas, restoran, kafe va shunga o'xshash nechta pomesheniyalar bo'ladigan bo'lsa, podключение xizmatlarimizni taklif qilamiz. Kimga shunaqangi chiroyli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin.